videoni yuvib qo'yganmi? Kitobni men oldim. Voy, video qolibdi-ku. Endi uni davom ettiramiz. Bo'ldi endi. Videoni o'chirmaymiz. Xullas, menga orqaga qarab oldi bu odam. Mana. Xullas, barcha salom. Sizlar bilan men Qiziqraf. Bugungi videomizda men yangi qishloqqa ko'chganim haqida ma'lumotlarni berib o'taman. Qani videoni ko'rishni davom etamiz. Qani ketdi. Ha, o'rtoqlar, aytgancha. Meni 20 taga yaqinlashishimga ancha qoldi. Ancha qoldi deyapman. Kam qoldi. Shuning uchun like va podpiskalarni chirtir qilib bosib tashlaylar. Men esa sizlarga ana shunday chiroyli videolarni olishni davom etaman. Qani ketdi. Video boshlandi. Hozir men o'zimni turishimni chiroyli qilib olaman. Ana. Endi esa ketdi. Mer bilan salomlashib, polizdagi narsalarimizni tozalab olamiz. Va ketmonimizni olib oldik. Endi ketdik merning oldiga. Hoy, merning oldida jitillar ko'p bo'lsa kerak. Aytdim-ku, hammasi shu yerda. Nima bo'lyapti? Nima gapirmaydi bu? Qachon? Chiqlaringni. Nimaga jitillarni aytyapsan? Assalomu alaykum, mer. Qalaysiz, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Nimaga ishlaringni qilmading? Hozir qilaman. Tez bo'l. Xo'p. Qalaysan? Ulan, men hech qaysi bilan gaplashmayapti. Tez bo'lib ishlarni qilishyapti. Nimadir qilyapti ular. Farq qo'ymayman. Men tez огородimni to'g'rilab olsam bo'ldi. Qani bismillah ketdik. Mana огородimizni ham to'g'rilab oldik. Bundan so'ng oldik. Aytgancha mana bu uyga ukam ko'chib keldi. U hozir shaharga ketgan menimcha ishga. Bilasizlar, u shaharda ishlaydi. Men endi shu yerdan ish topdim. Endi menga shu огородlarimni tozalasam pul berar ekan. Mayli. Zato огородlarni tozalash uncha qiyin emas. Chirigan chiqibdi. Baribir suvga tushdim. Endi bularni ekib chiqish qoldi xolos. Endi kartoshkani joyiga ana sabzi ekamiz, sabzining joyiga kartoshka ekamiz. Chunki hosili zo'r bo'ladi shunday. Endi bu safar pishini yetsa ham eksam ekan deb o'tiribman. Mayli, bu safar pishini yetsa ham ekib tashlaymiz. Ana, endi огородimizni ham chiroyli qilib oldik. Endi bitta mana bu ayniganini suvga tashlab boramiz. Endi bo'ldi. Qochinglar, meni ishim bor. Bizda ham ishimiz bor. Navbat kutyapmiz. Qochinglar, menga qachondan beri aytgan. Mer, mana огородimni yig'ishtirib keldim. Qancha men ayblashganlar bu? Bo'ldi, o'zing shkafingga qo'yaver. Xo'p. Qochinglar, memnesizlar. Hozir azabimni uzyapsan. Kirmay hech qaysi. Mana bu meni shkafim, mana. O, bir stak bo'ldi ana. Nima edi? Sabzi. Mer. Yaxshi. Yana bir stak bo'ldi. Kartoshka. Yaxshi. Bizning oyligimiz tushmadimi? Tushgan. Ayro sandiqda izmirotlar. 12 tasini olib ketaver. Xo'p. Mana yerda 54 ta bor ekan. Ana shuni 2 tasini olib ketamiz.
Mana 12 ta. Qach men ketyapman. Sog' bo'ling, mer. Bo'pti. Qaniysan, Jitil? Yaxshi. O'zingda nima gap? Qishlog'imiz yoqayaptimi? Ha, yoqayapti. Bo'pti, ha. Bo'pti, sog'man. Bo'pti. O, mana yerga nima yozib qo'yishibdi? Qizikraftning uyi. Qizikraftning uyi deb qo'yishibdi. Agar otim to'g'rilab bo'ldim, endi to'xtam, endi daraxt qolmaganmi? Daraxt chopib kelish kerak. Mayli, daraxt keyin choparman. Hozir men tullarimni yoshirib qo'yishim kerak. Mana shu yerga yoshiraman. Ko'ryapsizlarmi, o'rtoqlar, qancha pulim bor? Shunga bir mashina olsammikan deyapman-da. Mana shu 3 stakiga mashina olaman. Yetib qoladi. Bular nima qo'yapman? Hozir borib mashina olib kelamiz. Aytgancha o'rtoqlar, mashina olib kelamiz dedim-man. Hozir men mening cho'ntagimga solaydi. Aytgancha o'rtoqlar, sizlarga yangiligim bor. Men qanchalar mashina olib bo'lgandim. Mana yerda turibdi. Hozir sizlarga mashinamning obzorini qilib beraman. Uzr o'rtoqlar, sal shamollaganman, shunga shunaqaroq bo'lyapti. Va u mana shu mashina. 4,5 stakka oldim. Juda chiroyli mashina lekin. Hozir ichiga minib ham ko'rsataman. Motorning ovozini eshityapsizlarmi? Ketdik qishloqqa. Ana. Sekin, asta, qirib olmasdan, asta. Yaxshi, asta. Ana bo'ldi. Sal sekinroq, astaroq, orqaga, tepaga chiqib qoldi, bo'ldi. Endi bu mashinaga garaj qurishimiz kerak bu yerdan. Bo'lmasa, qishloqlar tegin tashlaydi. Mana shu yerdan garaj qursam bo'ladi. Menga hozir birinchi bo'lib konga borib tosh kasib kelishim kerak. Mana bu 3 stakim izmerotim joyiga qo'yaman. Mana buni kirkamni olaman va qilichimni ham olaman. Chunki konda zombi bo'lishi mumkin. Shuning uchun zombilarni o'ldirishga qilichimni olib olaman. Qani ketdi u endi. Tezlashamiz. Chunki hozir kech bo'lib qolishi mumkin. Hoppa, yaxshi. Mana shu yerdan tosh qazib olamiz. Ana shunday. Mana shu yerlarni toshini qazib olsak yetadi. Kunam bo'tyapti. Yetsa kerak shunchasi. Uyga borib damimizni olamiz. Yaxshi. Suvga tushib kelmadim. Tezroq uyga borish kerak endi. Xonada zina bor, hozir chiqib uyga ketamiz. 26 ta ertaga yana 7 qirolchita yetadi, yana 7 ta kavlayman. Keyin garajni qurishga yetadi. Ertaga ukamning magarodini yig'ishtirib qo'ysam bo'lar ekan. Mana shu yerga kirkam bilan qilichimni solaman. Mana buni ham solaman. Mana bu izmerotlarni tiqib qo'yaylik, hozir bo'lmasa birovga kelib qolsa qayerdan olding deb gapiradi.
Ana. Mana shu joyiga tiqib qo'yamiz-da. Mana bu narsani joyiga qo'yib, endi uxlaymiz. Yomon mazza qilib uxladim. Ertalab bo'lib ketibdi-yu. Endi picha badan tarbiya mashqlarini davom ettiramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, zombilar namoz kelyaptimi? Nimalar bo'lyapti, ye? Bo'ynaga aytgancha, men garajimni yarimta kubikdan qilmoqchiman. Hozir buni maydasi bor ekanmi, shuni tekshirib ko'ramiz. Va ana mana maydasi bor ekan. Xuddi mana shunday maydada kubikda qilib ko'raman. Endi kirkalarimni olib konga ketamiz. Ketdik. Mana kirkam. Endi konga ketdik. Ketdik konga, tezlashish kerak. Hali garajni ham qorishib qo'yishim kerak. 48 ta. Mana shuni yana bir staklari yetsa kerak-da. Ana kechagi ko'chmanchi jitel hali sherda yuribdi. Nima qilib yuradi bu yerda? Bilmadim. Bu toshlarni kavlab olamiz va garajimizni qurishni davom ettiramiz. Meni oldimga kelmadi, ko'chmanchi jitel. Ishimga xalaqit beryapsan. Menimcha yetsa kerak. Mana yerda daraxt bor edi. Daraxtni ham chopib ketaylik. Uyda daraxt ham qolmagan. Buni keyin men dubov doskaga aylantiraman. Mana bular menga kerak menga. Barglar. Daraxtni chopib olamiz va uyga ketamiz. Aytgancha, kelinglar o'rtoqlar. Garajning ustunlarini mana shu daraxtdan qilamiz. Ya'ni dubov doskadan qilamiz. Juda chiroyli chiqsa kerak. Davay shuni qilib ko'ramiz. Yana bir ikkita daraxtlarni chopib boramiz uyga, quramiz. Qanday chiqar ekan. Yaxshi. Endi mana buni ham chopib olamiz. Bitta temirdan bolta esa bo'lishi kerak ekanda. Tezroq bo'lardi. Menimcha 14 ta yetsa kerak. O'rtoqlar, videoning davomi chiqishini xohlasangiz like va podpiska